Dadasi! Ketyapman. Ha o'g'lim, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hasan bolajonim. Ota. Nega xafa bo'lasiz? Men payg'ambarimizni oldiga ketyapman axir. Shunga ham xafa bo'lasizmi, ota? Payg'ambarimiz keladigan vaqt bo'ldi. Qibla tarafdan keladilar. Meni qiblaga turgizinglar. Hozir. Hasan bolajonim. Bir-biringizni ranjitmanglar. Allohni, payg'ambarimizni sevinglar. Namozga hushyor bo'ling. Musulmon bo'ling. Dinga xizmat qiling. Allohga xizmat qiling. Ota qarang, payg'ambarimiz kelyaptilar. Oppoq otga minib olganlar. Yo'llarida Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Hazrat Hamza. Orqalaridan sahobalar kelishmoqda. Qarang, 20 kishida. Hammalar o'qotda. Ko'ryapman ota. Ko'ryapman ota. Rasululloh kelyaptilar. Meni olib ketgani kelyaptilar. Ana ko'prikdan o'tyaptilar. Yaqinlashdilar. Ya Allah! Ya Rasululloh! As-salatu was-salatu alayka ya Rasululloh. As-salatu was-salam ya Habibullah. As-salatu was-salam ya Nabiyullah. Ya Sayyidi Avolina ve ahirin. Ey sevgili selamsız gel ya Muhammed. Hasan! Selam